Akalar, bu mashinani olish uchun nima ish qilish kerak, qattiq ishlash kerak, qancha pul topsam bu mashinani olsa bo'ladi. Kommentar fikrlarni yozib olinglar. Meni shaxsiy fikrim, menimcha ko'proq ehson qilish kerak. Bundan tashqari ota-onaning duosini olib, ota-onaga o'sha eng yaxshi narsalarni, yaxshiliklarni qilish kerak. Birov dilini ortmaslik kerak. Menimcha shunda bundan ham zo'rini olsa bo'ladi. Nima deysizlar, kommentar fikrlarni yozib olinglar. Equinox'imiz 23-yil tanarobbasi va bir arava qolgan. Paroga yumshoq archa balonlari bor. Benzin mashina 87 ming yurgan. Toza 23 472 ga sotiladi. Ekranni tagiga nomer yozib qo'yaman. Olsa bo'ladimi, yo'qmi? Kommentar fikrlarni yozib olinglar. Birga olmoqchi bo'lgan do'stingizga tashlab qo'ying. Birgalikda qop-qora mashinaga tiniq cho'tkisidan olishlik nasib qilsin. Bizni kuzatib borayotgan har bitta obunachimiz eng kamida, eng bo'lmadi deganda mana shu Equinox 472 lik probeg bundan ham ozroq cho'tkilar min yurishlik nasib qilsin akalar. Kommentar fikrlarni yozib, bizning kanalimizga obuna bo'lib, Equinox soxtalarga do'stlarga jo'natib qo'yinglar, sog' bo'linglar.